Assalomu alaykum. Xorazm xudo xolasa endi 9 narxında obyektimiz bitdi. Yana Temirbek boshchiligida. Endi Rasulbek Qarabar. Video obzorlatif polni ko'rsatib beramiz. Insho bizning polni sistema bir kotel, teplopol, radiator, filtr, nasosni yechib olib ko'pmiz. Polni taxlab tayyor. Поддавление котелlarimiz. Hamma birga yozuvlar bor. ГВС, gazniki, issiq, отопление, kotelniki, obratga hammasi yozilib turibdi. Yani teplopol, nerancha nova ketgani polni berilgan. Ko'rinib turibmi? Radiatorlarimiz ham polni лучевой sistema deb o'tirildi. Teplopollarimiz para baryer bilan tashlanadi. Teplopol kollektorimiz, radiator kollektorimiz hammasini yozib, tushunarlatib qo'ydik. Hammasi radiatorlar. Гостиная, кухня, коридor, tualet. Shuni tushunarlatib hammasini natib beramiz. Radiatorlarimiz ikkinchi etaj namozini ko'rsamiz. Endi ikkinchi etajimiz xudo xolasa ishlarni bitirib polni hammasini taxlab berdik. Yana ishlarimiz teplo gigiyenskiy dushlarni mana press bilan urib fittinglarda italyanskiy installyatsiya dushoy kabina uchun, bir da rakonamiz uchun. Yine radiator, teplopol, radiator, teplopol, yine teplopol, installyatsiya, gigiyenskiy dush, kollektor, rakona, dushovoy. Yine bunda bu yerda hammasi yozilib turibdi. Spalniy, koridor, детский, sanuzel, podacha obratkalar, teplopolni, расходоменный kollektorlar. Так, bu yerimizda radiatorlar, spalniy, sanuzel, детский. Hammasini qo'yib, tekshirib, podavlение ko'pmiz. Murojaat uchun ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Ijtimoiy santexnika xizmatida bo'lsa, murojaat qilaveringlar. Xorazm Qoraqalpoq Respublikasi polni borib ish beramiz. Ko'rib, ishlatib, sifatlatib, garantiya berib ishlab beramiz. Xizmatlar bo'lsa, murojaat qilaveringlar.